Hosilaga zo'r yengillikni ko'rsatamiz, vaqtinglarni olib o'tirmaymiz, hammasini narxiga chetib o'tib ketamiz. Oka bitta ochib tashab ko'rsatib berasiz. Hozir yengilliklarni zo'r kelgan. Mana qarang. Voy. Bu ishlab chiqarish to'g'rimi aka? To'g'ri. Ko'rsatamiz. Keyingisini ham ochib tashlaymiz. Bu tarodindan ekan. Hozir bularni hammasini plintuslargacha ochib ko'rsatamiz. Eng qizig'i mana bunaqa tiyagalar bo'lardi, poke. Mana bunaqa qarasangchi qattiqligini plintuslargacha chiqib ketgan ekan. Narxlar bilan aka aytib ketinglar, razmer qanaqa, narx qanaqa? Bo'yi 2.40 bo'ladi, eniga 8 sm, buning 36 ming so'm donasi. 36 ming so'm donasi bor-da. 3 metr bo'ladi, eniga 24 sm, 180 ming so'm qilib beramiz donasi. 180 ming so'm mana shu donasi, qaranglar. Zo'ra. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, okalar nomerini qoldiraman. Hammasi sifatli mahsulotlardan, hammasi qalinligini qarasangchi. Buni ana sinib ketadigan yoki chetlar uchib ketadigan emas. Bemalol zakaz qurasizlar, любой istalgan turdagi plintuslardan tortib anaqa tiyagalargacha bor. Har xillari bor. Bu aka nomerlarni qoldiramiz. Ishlab chiqarish mahsulotlardan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Aka nomeri har doimgidek pastda bo'ladi. O'rizor Stroygord bozorda. Xo'sh, birinchi blok, ikkinchi etaj 2103 do'kondan ovrasizlar. Undan tashqari anaqa qarang. Gulligini qarasangchi. Bu tomonda yopishadigan. Buni otini nima derdi aka? Samakilishi dekor ekan. Kimgadir kerak bo'lgan bo'lsa, har doimgidek nomer qoldiramiz. Bu videoni mana shunaqa remont qilayotgan do'stlarga tashab qo'ysanglar, eng arzon narxda olib qolsa bo'ladi.